qolgan dalalar romanidan qarsaklar bilan boshlaymiz. Assalomu alaykum. Men Tog'ay Miroz. Surxondaryo viloyati Denov tumani Xo'jasot qishlog'ida dunyoni ko'rdim. Shu qishloqda o'sdim, shu qishloqda o'rta maktab bitirdim. O'rta maktab bitirib shunday niyat etdim. 30-35 yoshlargacha uylanmayman, oila qurmayman. Biron bir idorada faqat tirikchilik uchun ishlayman. Men faqat bir narsani ko'zlagan edim. 30-35 yoshlargacha jahon adabiyotini o'qish va mayda-mayda hikoyalarni mashq etib turish. Shu niyat boyasida men mashina olmadim, mansab egallamadim, shuhratni qizg'anmadim. Men faqat o'qidim, faqat izlandim. Orzularim oxir-oqibat ushbu roman bo'ldi. Otamdan qolgan dalalar roman. Ushbu romanni Birlashgan Millatlar Tashkiloti a'zosi Ozod O'zbekiston uchun bitdim. Hurmatli tomoshabinlar, ushbu roman mening yuragim. Sizlarga yuragimdan bitta parcha ko'rsatmoqchimiz. Marhamat, tomosha qiling. Mehmonlar keladi. Sen ishlaringni qil.
yurtim shunday bir diyorki, Nurxona-yu Nurxona, Durxona-yu Durxona, Gulxona-yu Gulxona, o'rtoq dehqoni. Unaqa demang, domla, unaqa demang-da. Ya, nega demayman? Dehqoni deydi-da. Biz bir oddiy dehqon bo'lsak. Shunday ekan, dehqon qul deya bering. Kul? Chora zamonda kul yo'q, bo'lish ham mumkin emas. Ulug' Oktябрь sotsialistik revolyutsiyasi bari kunliklarga barham bergan. Ulug' Oktябрь sotsialistik revolyutsiyasi planetamizning sotsial-siyosiy qiyofasini tubdan o'zgartirib yubordi. Kishining kishi tomonidan ezilishiga va ekspluatatsiya qilinishiga asoslangan butun jahon sistemasiga 1917-yil oktyabrida qaqshatqich zarba berildi. Jahonda ilk bor bunday davlatning tashkil topishi jahonga yangi davrni boshlab berdi. Chor Rossiyasida aholining 4dan 3 qismi qishloq xo'jaligida band edi. Endilikda esa mehnatga qobiliyatli aholining 3dan 1 qismidan kamrog'i qishloq xo'jaligida mehnat qilmoqda. Kooperativning boshqa a'zolari uchun berilgan yerlardan unumdor foydalanmoqda. Sovet yillari mobaynida dehqonlarning real daromadlari oshirilmoqda. Endi domla, ota enami shunday nom qo'yib edi-da. Domla masjid madrasada bo'ladi. Biz ulug' xalq shoirlari bo'lamiz. Mayli. Bilganingizday deya bering. Ana bu boshqa gap. Shunday qilsangiz shubhasiz o'sasiz. Xo'sh, o'rtoq dehqoni, mana bu yonimdagi zotni taniyapsizmi? Bu zot zamonamizning buyuk adibi bo'ladilar. Boris Zidan degan romanni o'qigandirsiz? Esladim. Endi esladim. Adashmasam, u haqida edi, Da o'rtoq dehqon. Da, o haqida, Qashqir o haqida. Bir paytlar bu daralar bo'rilar makoni edi. Bu daralarda bo'rilar gala bo'lib, ufullab yurar edilar. Gala. Unda bo'ri o'z uyasidan olisga ketmaydi deyishadi. Unda gala bo'ri qayoqqa ketadi? Sho'ro hukumati kirib tashladi. Sho'ro hukumati 2 millionta yirtqich bo'rini pak qilib kirib tashladi. Sho'ro hukumati bo'lmasa, bu daralarda dehqon qaydaydi. Sho'ro hukumati bo'lmasa, bu daralarda dehqonchilik qaydaydi. Sovet ittifoqida sotsializm g'alaba qilgach, ekspluatator sinflar tugatildi. Kishining kishi tomonidan ekspluatatsiya qilinishiga barham berildi. Ishsizlik va qashshoqlik yo'q qilindi, milliy zulm yo'q qilinib, xalqlar o'rtasida tenglikni taqsimlashga doir amaliy ishlar olib borildi. Bular amalga oshirilgach, ayrim millatlarning xo'jalik, siyosiy va madaniy jihatdan qoloqligini bartaraf etishga kirishildi. Natijada kolxozlar mustahkamlandi, dehqonlarning daromadlari oshdi, shahar va qishloq o'rtasida Unda momamni chaqirib bering. Momongiz kim? Bizni enamiz. Yonda bir xotin bor edi. O'shada. Siz mana bu yerga o'tib kutib turing, momoni hozir yuboraman. Xo'p. Siz erkak ekan-a, shu peshonani erkak ekan. Nimasini aytasiz? Bechora. Tavba-ey. Tumanda bir oyda 4 ta shunday ko'rgilik bo'ldi-ya. 4 ta bo'ldimi? Esachi. Jobida biroq, Lumida biroq, Sayrakda biroq, bunisi bilan 4 ta. Qanday zamon bo'ldi? Oldinlari ham ko'p bo'lmaydi, bildirishmasdi. Endi bildirishyapti. Ko'rasiz, hali shuni ham bosib etadi bular. Oldingi 4 tasini ham bosib etdilar.
Ayday köyünde yıkranıp durgan büyüktü. Qayta bastı etan bo'lar. Kattalarni oldida oqura deyish nima degan gap? Yuring, 6-xonadagi dimon. Men sizga nima qildim? Nima qildim men sizga? Qichqirganimdan chopa kelsak bo'larmiding? Qachon eshitganim yo'q. Qancha qichqirdim. El xalqim, kelaber deb qichqirdim. Dehqon qul deb qichqirdim. Kelmading. Nega kelmading? Dalada yurgandirdi. Dalaga ketgandirdi. Dalang bilan qo'shilib chalpakkina bo'lgan. Dalang bilan qo'shilib qo'shmazor qo'shmazorgina bo'lgan. Nima bo'ldi o'zi ayting. Nima bo'ldi? Bir qaradim, kelin ichkarida o'tirgandi. Hay kelin, bo'l dedim. Mayli, hozir dedi. Ikki qaradim. Hay kelin, bo'l dedim. Mayli, hozir dedi. Chiqmagach hujramga kirib yotib oldim. Bir payt oynadan birov mo'raladi. Avval tanimadim. Keyin bilsam kelinim ekan, kelinim. Shu ketishda oshxonada turgan yer moyini olib ustidan qo'yibdi. Yer moyini ya. Yer moyini. Keyin etagidan gugur chaqibdi, O'ziga o'zimi? O'zida boshqa kim chaqardi o'zida? Nima qilaman? Avval nima emish dedim. Ko'chada birov yarim-neri uryapti-yo dedim. Qarasam hovlida o't yonyapti, o't bo'lib o't emas, kun bo'lib kun emas. Qancha qichqirdim. El xalqim, kelaber deb qichqirdim. Dehqon qul deb qichqirdim. Kelmading. Yaxshiyam ko'chada o'tib ketayotganlar bor ekan. Shular kelib yordam berishdi. Ularda o'chirolmadimi? O'chirgani. Bo'lmasa kelinimni suyagi ham qolmas edi, suyagi ham. Kuyde, hayolimning tani kuyde, meni bag'rim kuyde. Kuyde, bolalarimning sho'ri kuyde.
qilgan xalqim. Bugun qadding ko'tar, mendiz cho'kayin, qo'llarin tarovot etolgan xalqim, mehnatkash qo'llarin qadog'im xalqim. Xalqqa tuman ixtisoslashtirilgan maktabi yosh xalqliklar jamoasiga qarsaklar bo'lsin. Qarashlar shu bilan tadbirimiz ham o'z nihoyasiga yetmoqda. Bu oxirgi spektaklimiz edi. Hozir hakamlar hay'ati a'zolari ochkolarni, ya'ni barcha jamoalarni ochkolarni hisoblashga yo'l olishadi. Biz esa agarda o'quvchilarimizning orasida she'r yoki bo'lmasam qo'shiq aytishni istaganlar bo'lsa, bemalol sahnamizga taklif etib qolamiz. Xohlovchilar ixlos bilan bo'lsa, marhamat.